Ukajon, jichchi gruberomi vaznim 120 kilo, laba mashinam bor, laboda yuk tashiyman uka. Uzoq o'lkalarga yuk tashyapman. Salonda ichida tiqilib, siqilib borgunimcha qonlarim uvishib, o'zi yurolmaydigan holat kelib qolyapman. Sal kengroq qilib beralasanmi ukajonim? Akajonim, siz kengroq qilib bermasam kim qilib beradi? Men shunaqangi sizga sidina qilib beray. Bitta o'tirganingizda nimaga o'tiribman? Men qana mashinaga o'tiribman, muncha yumshoq bu. Devan-ku bu deydigan holat qilib beraymi aka? Qilib bering jon uka, shuna holatdan bo'ldi aka, qarab turing siz unda. Deb akaxonga biz labolariga chotkilab chexoltiki berishga qaror qabul qilganmiz va bitdi. Bu sidini labo haydaydigan akalarimiz uchun tayyorladik. Moskvich gubka o'ta yumshoq, suyangan odam ichkariga mazza qilib kirib ketadi. Manziliga charchamasdan boradi. Maqsadimiz shu edi. Kimga shunaqangi xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Yoyilma, Qo'qonda Yoyilma. Telefon nomerimiz qoldiramiz. Telefon qilib kelaverasizlar. Rahmat.